Assalomu alaykum. İsmim Nurshad. Men hozir bugun bu faoliyatda qatnashyapman. Sabab bilan chunki mening ko'nglimda Uyg'urlar uchun garchi vaziyat shundoq og'ir bo'lsa-mu, amaliyotda umid paydo bo'ladi bir kun. Bu ishonchim bor. Shuning uchun Uyg'ur kunduzlarimga shu ilhomsiz aytay. Hatırcam bo'layli. Tamam bir kun biz balkim o'ylab boqmagandek bir tarafdan yordam keladi deb ishonaman. Ma'qul. Yana keyin biz ayrim planlashlar bo'ladi. Men DC'da mening Uyg'ur qarindoshlar bilan birga bo'ldim. Bu hafta shunchalik obdan yaxshi bir hafta. İkinci günü bizden Amerika'nın devlet funded national NED National for Democracy gave the Uyghur World Congress ulaga çungbira mukafat verdi. So ulaga chung mübarek olsun diyen ulaga dokunisa President Uhembat şiyede. Biz hem George Washington University kançıkın boldu. Amerika'nın profesörler, jurnalistler, NGO adamları bizimimiz geldi. Birbirisi bilen ilham verimiz. Emimiz, konumuzda arzumuz var. Bu da var. And so biz konumuz yerim bulmasa biz bu da bergen iş biz taşılmayız biz bivasta biz aldıda. Parvatınız. Rahmet sizlerge. Benim ismim Rishad, Amerika'da. Sizlerden ehvallarını bilip, yaxşı bilemem. Ben ümit dileymen. Şu ehvallarını yaxşı bulup kılış için birlikte işlesek yaxşı buludu. Assalamualaikum. Mening ismim G'ayrat. Men Xinjiangda 10 yil yashaganman. Uyg'urlar, hamma odamlar mendek amroq. Biz hozir Uyg'ur ahvollarini bek ansiraymiz. Har kun ko'rib turib, nima to'rda ko'rib, yangilik ko'rib, bek ko'nglimiz yarim. Lekin biz umidimiz bor kelajak uchun. Sizlar siz jasur, bakıvat bo'lin. Sizlarda do'stlaringiz jek. Siz nima yaxshi, barakatlik, ishingiz o'ngishlik bo'lsin tilaymiz.